Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, ko'rsatuvimizning doimiy ekspertlari. Bugungi mavzuyimiz offlayn va onlayn savdoda iste'molchilarning huquqlari qayerda buzilmoqda? Biz iste'molchi sifatida o'z huquqlarimizni bilamizmi? Ular qachon, qayerda va qanday buzilyapti? Bugun ekspertlarning ushbu mavzudagi munosabatini bilamiz. Eng ko'p beriladigan savollardan boshlasam, Ilhom aka, ruxsatingiz bilan, nima uchun aynan onlayn savdoda iste'molchilar eng ko'p aldanadi? Vaholanki qonunlar bor, lekin ular internetda amal qilmaydimi? Mana shu savolga javob olsak. Onlayn savdoni oldin ozroq bir tushuncha ega bo'laylik. Ko'p holatlarda bu internetda savdo qilish bu onlayn savdo hisoblanmaydi. Chunki onlayn savdoni asosiy qonunchilik bilan talabi shundan iboratki, ma'lum bir platformada, ma'lum bir tadbirkorlik subyektlari tomonidan tashkil qilingan platforma, ya'ni shu mazkur platforma aytsak bu elektron bozor, ya'ni to'g'rilab tushuntirib beradigan bo'lsak, bu elektron bozor qanaqa shakllanadi? Ya'ni o'sha elektron bozorni biz onlayn savdo deya olmaymizmi? Deymiz. Ya'ni tushunarliroq bo'lish uchun aytib o'tyapman. Ya'ni u yoqda bitta katta tadbirkorlik subyekti shu platforma tashkil qiladi. Tashkil qilingan platformaga boshqa kichkina tadbirkorlik subyektlari o'zlarining mahsulotlarini qo'yib, ya'ni o'sha yerda o'zlarini faoliyatlarini amalga oshirgan. Faqat o'zini platformasida. Aynan bitta platformada aytaylik, masalan, Azon bo'lishi mumkin yoki Amazon bo'lishi mumkin. O'sha yerda faqatgina Amazonning o'zini mahsulotlari emas, boshqa tadbirkorlik subyektlarining mahsulotlari yig'ilib sotiladi. Mazkur platformani o'ziga yarasha o'zini qonun qoidalari bor. Ya'ni har bir sotilayotgan mahsulot to'g'risida, ya'ni iste'molchi huquqini himoya qilish qonunida ham bu narsa bor. To'liq, aniq, tushunarli ma'lumot olishimiz kerak. Iste'molchilarimiz ko'p holatda o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni olishga yo erinishadi, yo bu narsa tadbirkorlar tomonidan berilmaydi. Misol uchun qaysi ma'lumotlar? Ko'p holatlarda biz mahsulotning rasmiga e'tibor beramiz, u to'g'risidagi ma'lumotlarga ko'p e'tibor bermaymiz. Endi qarang, mana bilan birga fikringizni davom ettirasiz, Abdurahmon aka. O'zi onlayn savdo deyapmiz, o'sha platformalar orqali mahsulot xarid qilishda ko'proq yurtdoshlarimiz sifati va yetkazib berish masalasida ozgina albatta kelisholmayapti. Murojaat qilyapti va kelishmaslik holatlari bo'lyapti-da. Mana shu qonunchilikda qanday, Doniyor aka? Qonunchilikda albatta har bir munosabatlar tartibga solingan, lekin ko'pchilik iste'molchilar, umuman fuqarolarimiz, xalqimiz qonunlarga yoki o'zining huquqlariga rioya qilmagan holatda munosabatlarga kirishadi. Masalan, bizda ham juda ko'p bunaqa holatlar. O'zim birga ishlagan hamkasbim ancha bo'ldi bunga Telegram kanalidan bo'layotganligi juda bir katta savdo tarmog'i yoki brend uchun emas. Ko'pchilik mana hozir Telegram kanallarni ochib olib savdo qilishni boshlaydi, xususiy bir tadbirkor sifatida. O'sha yerdan tovar zakaz qilgan, ya'ni kiyim zakaz qilgandek, lekin tovar vaqtida yetib kelmagan, olib boramiz, bir oycha vaqt o'tgan, pulini ham to'lagan. Pulni to'lab qo'ylar ekan. Bir xil qo'lingizga tovar borgandan keyin to'laysiz degan bo'lishi mumkin, u kamdan kam qoladi, lekin aksariyat sotuvchilar plastik kartalarni o'tkaztirilgan, hammasini skrinshotlar bo'lgandek, lekin cho'zib yurgan. Oxiri endi ayol kishi qo'ldan kelmayapti, endi munosabatga kirisha olmayapti, talab qila olmayapti. Shu telefonni oldim, mana shu bir ikkita chiroyli bir qonun tushuntirgan bo'ldimda, pulni tushirib berdi qaytarib. Endi qarang, Doniyor aka, siz tushuntiribsiz qonunni. Mana sizni o'sha muomala qilganingizda hisobiga u pulini qaytaryapti-da. Ya'ni haq-huquqlaringizni bilganingiz uchun. Ko'pchilik bunday qila olmasligi mumkin. Yana bitta masala borki, skrinshot qilinsa ham bu hisoblanmaydi, to'g'rimi? Bu holatda bular tadbirkorlik subyekti ham emas. Bu narsani o'zimizning iste'molchilarimiz salgina e'tiborliroq bo'lib, u hech joyda ro'yxatdan o'tmagan, bu tadbirkorlik subyekti emas. Agarda iste'molchidan sotib olmoqchi bo'lgan mahsulot to'g'risida ma'lumotlar so'ralgandan keyin unga pulni to'lash mobaynida agar o'zini plastik kartochkasini, ya'ni fuqaroga tegishli bo'lgan plastik kartochkasini beradigan bo'lsa, bu tadbirkor emas. Bundan o'zlarini kafolatlash iloji yo'q, chunki bu u tarafda o'tirgan kimligini bilmaydi. Akkaunt ochish hozir muammo emas, bitta akkaunt ochasiz, ertasi kun boshqa akkaunt. Javobingizdan menda savol tug'ildi. Mana shu mahsulot haqidagi ma'lumotlar nima uchun ishlab chiqaruvchi ushbu mahsulotlarni juda ham kichik harflarda beradi yoki nuqtani bosish orqali, ya'ni bir tugmani bosish orqali ma'lumotlar chiqib keladi. Darrovda aks etmaydi ana shu ma'lumotlar. Xuddiki sigaretning qutisida chekish hayot uchun xavfli degan yozuvlar avval kichik bo'lardi. Hozir endi biroz o'zgardi bu qonun qoida. Nima uchun ana shunday? Albatta, savolingizni tushundim. Nima demoqchisiz? Ya'ni har bitta mahsulotda
belgilangan o'zini, ya'ni o'sha 40% hajmi o'lchamlari belgilangan. Bu qonunda ko'rsatilgan. Qonunda ko'rsatilgan. Shu bilan birga hozir bugungi kunda masalan yoshi katta odamlar bo'lishi mumkin, yoshi bu yaxshi ko'rmasligi mumkin Ya'ni tushunmaydi, misol uchun tushunmasligi mumkin. ijtimoiy Albatta bu narsalar qonun bilan tartibga solingan. Hozir mana QR kodlik mahsulotlar hozir kundan kunga ko'payyapti. Har bitta o'sha mahsulotni olib, o'sha joyda o'zimiz telefon batafsil ma'lumot ochsangiz, o'sha yerda hattoki kim ishlab chiqargani, qachon ishlab chiqarilgani, muddat qachon tugashi, kim sotib olgani, ya'ni kim sizga sotayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham bor. Mana ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Mana mart oyidan kelasi yil mart oyidan shunday bo'ladiki, ya'ni hozirda muddati o'tgan mahsulotlar, bu ham albatta ko'tariladigan da'vo, ko'pgina mojarolarga sabab bo'lgan, ya'ni mahsulotni sotayotganda muddati o'tgan mahsulot sotish bu qonun bilan taqiqlangan. Ya'ni qanday bo'ladi? Mahsulot agarda muddati o'tgan bo'lsa, u mahsulot sotib olib bo'lmaydi. Katta rahmat Abdurahmon aka. Mana o'sha Telegramda akkaunt ochish dedik-a, mahsulotini reklama qilish holatlari ko'paydi, sababi oddiy holga aylandi. Ochish osonda, lekin shunday bir holatlar bo'lyaptiki, bozorda narxi juda baland, lekin Telegram kanallarida arzon yoki yarim puliga mahsulotlar taklif qilinyapti-da. Ular qandaydir bir ovoz yig'ish maqsadida ham, aholini o'sha e'tiborini tortish maqsadida ham buyurtma bersangiz ham hattoki u berilmaydi. Javob ham qaytarilmaydi. Buni soxta e'lonlar deya olamizmi? Soxta e'lonlar, men tushunishimcha, bular odam soni 100 ta odam qo'shing, 50 ta odam qo'shing, bular Telegram kanallarni sotish tartibi ham bo'lganda, juda ham bir qimmat turar ekan. Bir nom ostida ochiladi Telegram kanallarda. Ana o'shanga tovardan shunaqangi arzonki, men o'zim qiziqdim haqiqatanda. Bormikan, yo'qmi, olish uchun emas. Qiziqdimda shu odam qo'shdim. Keyin 10 tadan qo'shasiz menimcha. 20 ta 30 ta qilsalar ham qo'shib yubordim. 10 ta so'ragan bo'lsa ko'proq ham qo'shib ko'rdim. Hech qanaqa javob yo'q. Oxirgi lichkasi yozib ko'ryapmiz, jim. Demak bildimki, bu odam soni ko'paytirilgandan keyin 1000 ta 2000 ta odamlik kanal bo'ladimi? Uni narxi ishonch uyg'otish sotish uchun qiziqtirishga odamlarni berish. Abdurahmon aka, shularni oldini olish mumkin emas. Biz iste'molchi sifatida unga bir chora ko'ra olmaymiz. Albatta, hozir bu har bir iste'molchi shunaqa bir holatga egaki, u maxsus bilimga ega emas. Mazkur holatlar bo'yicha hozir Ichki ishlar vazirligida kiberxavfsizlik bo'limi tashkil qilindi. Ular tomonidan shunday firibgarliklarni ochish, ulardagi bizani iste'molchilarimiz, ya'ni xalqimizni mazkur kiberhujumlardan asrashga mana ko'pgina holatlar ham bo'ldiki, ya'ni sizga bir boshqa bir ishlar taklif qilinyapti, bo'lmagan siz pulingizni ko'paytirib berish ishlarini har xil aldov yo'llari boshlandi. Bu narsa ancha kamaydi, albatta. Bunda ichki ishlar xodimlarini ulushi juda ham baland. Aytmoqchi bo'lganim, ularni vakolatidagi bo'lgan holat bu, ya'ni mana o'sha har xil firibgarliklarni oldini olish bo'yicha anchagina ishlar hozir amalga oshirildi. Ko'rsatuvlar, eshittirishlarni qilishdan maqsad ham shu, targ'ibot, tashviqot ishlarini qilib, o'sha aholi mana shunday bir noqulay holatga tushib qolmasin degan maqsadimiz bor. Iste'molchining huquqlari har bir savdo nuqtasida iste'molchi va sotuvchi o'rtasidagi munosabatga to'g'ri keladi-da. Agarda o'sha qonun qoidaga amal qilib, to'g'ri ishlasagina bu yerda muammo bo'lmaydi. Masalan, hammamiz transportda yuramiz, yengil avtomashinada yuramiz. Endi yonilg'i masalasi ham juda katta ahamiyatga ega-da. Shu yengil avtomobillarga quyiladigan benzinning sifati bilan bog'liq bir lavhamiz bor. Shuni ko'raylik, keyin muhokamamizni davom ettiramiz. Marhamat. Benzin saqlanadigan omborlardamiz, yer ostida joylashgan. Bu yoqdan demak benzin tashuvchi avtomobillar kelgandan keyin bu yoqqa quyiladi. Quyilgandan keyin mana shu yerga to'planadi. Maxsus nasoslar orqali yoqilg'i quyish ustunlariga beriladi, u yoqdan keyin iste'molchilarga beriladi. Namuna olish uchun albatta rezervuarlardan olishimiz kerak bo'ladi. Chunki rezervuardagi olingan namunalarni ko'rsatkichi umumiy rezervuardagi qancha sig'im borligini sifat ko'rsatkichini belgilaydi. Endi yoqilg'i aliga quyish ustunlaridan olishimizda iste'molchida har xil shubha bo'lishi mumkin. Kimgadir boshqa, kimgadir boshqa. O'shaning uchun umumiy tarzda, masalan, bu sig'im ichida qancha mahsulot bo'lsa, umumiy o'sha mahsulot uchun sifat ko'rsatkichi beriladi. Hozir mana laboratoriya tahlili uchun namuna olamiz va laboratoriyaga jo'natamiz. Laboratoriya tahlillari uchun olingan mahsulot bu faqat sifati bo'yicha ko'rsatkichlarni belgilaydi. Miqdor jihatidan o'sha yoqilg'i quyish ustunlaridan ham olib, o'sha o'zimizning maxsus uskunalar bor. O'sha orqali metrologiya muvofiqlikdan o'tgan, sertifikatlangan uskunalardan
to'g'ri quyaptimi miqdori, o'sha bo'yicha iste'molchilarda shubha bo'lsa, kolonkani o'zidan quyish bemalol ruxsat beriladi. Benzinni savdosi birjaga o'tkazildi. Bundan maqsad o'sha savdo sotiq shaffof bo'lsin, o'sha aholi uchun ham, sotuvchi uchun ham narx-navosi baland bo'lmasin degan bir maqsadlar ko'zlangandi. Lekin shunda ham qonun buzilish holatlari kuzatilyapti. Kim javob beradi ekspertlardan mana shu holat bo'yicha? Qachonki bozorda taklif qilinayotgan mahsulot ko'p bo'lsa, narx tushishi, taklif yuqori bo'lgan paytda, mahsulot oz bo'lgan paytda narxlarni yuqorilashini kuzatishimiz mumkin. Bunda hech qanday inson omili ishtirok etmaydi. Bunda hammasi elektron tarzda bo'ladi, ya'ni sotuvchilar va oluvchilar o'rtasida uni berilgan taklifga bo'lgan, unga bo'lgan talabdan kelib chiqadi. Kim nazorat qiladi bu holatni? Nazorati qanday bo'ladi? Ya'ni agarda bozorlarda narx oshib ketadigan bo'lsa yoki dempinglar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuqori narxlar ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bu yerda qanday nazorat qilinadi? Har bir olinayotgan lotlar, masalan 50 tonna yoki 60 tonnadan berilayotgan bo'lsa, raqobat qo'mitasi tomonidan shunday bir instrument borki, ya'ni lotlarni kichraytirish, ya'ni 5 tonnalik yoki 3 tonnalik lotlarga narx ko'tarilmasligi uchun. Ya'ni bitta katta tadbirkorlik subyekti bitta mahsulot olib qo'yib bozordagi, ya'ni sun'iy monopoliya bo'lmasligi uchun davlat tomonidan, ya'ni raqobat qo'mitasi tomonidan shunday bir instrumentlar, masalan, Abdurahmon aka, mana 92 markali benzinning narxi ba'zi eng arzon joyi menimcha 10.800 so'm, to'g'rimi Navruz aka? Eng arzon joy. Bu yog'i 11.500 so'mgachada. Farqi katta emasmi? Endi har bitta bozor munosabatlariga o'tgandan keyin har qanday joyiga, ya'ni oldin masalan bu sohada benzin, ya'ni o'sha yuqori yoqilg'i mahsulotga yuqori narx belgilangan edi, ya'ni kesilgan edi. Aniq birja savdosi emas, to'g'ridan to'g'ri olardingiz. Ba'zi narxi belgilangan, narxi belgilangandan keyin undan ortiq sotish mumkin emas. Hozir qanaqa? Hozir birjada narxda erkin narx sotib olasiz. Sotib olgandan keyin har xil, masalan, kattaroq nima bo'ladigan bo'lsa, yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lsa, uni xarajati ham katta bo'ladi. O'zini xarajatlari, ishchisi yo boshqa xarajatlaridan kelib chiqib tadbirkorni o'zi shakllantiradi. Lekin bu narx-navoni ko'tarilishiga olib kelmaydi. Bu tadbirkorni mana shunday o'zini ehtiyoji, xarajatlaridan kelib chiqib xohlagan narxini qo'yish. Doniyor aka, nima deysiz? Marhamat. Mayli, bularga ham chidash mumkin bularning gaplariga, lekin asosiy o'yin, asosiy iste'molchini huquqini poymol qilib tashlash asosan bilasizlar, qish kunlariga to'g'ri keladi. Masalan, hozir yoz kuni yoki kun issiq bo'lgan bo'lsa, gaz bemalol bo'ladi mashinalarga zapravka qilish uchun, metanmi, propanmi. Lekin sovuq tushishi bilan gaz iste'moliga talab ortishni boshlagandan keyin o'z-o'zidan zapravkalarda, yoqilg'i quyish shoxobchalarida tirbandliklar yuzaga keladi. Har xil holatlar bo'lganda, ana shunda gaz mayli, benzin 80 ni 92 qilib sotish, 92 95 qilib sotish, miqdoridan urish, hamma o'yin asosan shunda boshlanadi. Doniyor aka, insofli bo'lmasa, tadbirkor o'zi, ya'ni o'sha sotayotgan subyektning o'zi insofli bo'lmasa, asosiy o'yinni siz qish kunlarida ko'raverasiz. Yoz kunida hamma narsa bemalol bo'lgandan keyin pashsha qo'rib o'tirgan zapravkalarni ko'rasiz. Doniyor aka, endi mana o'sha tadbirkor ham bizni yonimizda yashayapti, akamiz, ukamiz, to'g'rimi, yaqinimiz. 80 benzin menimcha muomaladan olindi shekilli, to'g'rimi? Shunday muomaladan olindi. Marhamat. Prezidentimizning farmonlari bilan 2025-yilda 80 benzindan voz kechish belgilangan edi. Sababi nima? Ekologiyaga? Sababi ekologiyaga zarar. Birinchi o'rinda bu ekologiyaga zarari. Hamma benzin yurganda ham zararli moddalar atrof muhitga tarqaladi. Bu benzin yongan natijasida, lekin 80 benzin yonganda 92 benzinga nisbatan karra ko'proq chiqadi bu zararli moddalar. Masalan, is gazlari 50-60% ga 92 benzinga nisbatan ko'proq chiqadi. Azot oksidlari bu o'sha o'pkaga, insonda o'sha nafas olishiga ta'sir qiladigan zararli moddalar 35-40% ga ko'proq chiqadi. Bu ham zararlar 80 benzin yonganda 2-3 barobar ko'p ajralib chiqadi. Menimcha hozir o'sha benzin quyish shoxobchalarida sotib olgan 80 benzini sotilyapti. Agar tugagandan keyin bu qayta birjaga qo'yilmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday. 1-sentyabrdan boshlab O'zbekneftgaz i80 benzin ishlab chiqarishini to'xtatdi. Tabiiyki, undan oldin biz i80 sotganmiz va biz majburiyatlarimiz bor. Bu majburiyatlarning hammasini biz yetkazib beramiz. Xuddi o'sha yuqorida aytilgandek, birjada sotilgan avtobenzinni biz hammasini yetkazib beramiz iste'molchilarga. Mana 80 benzin hozir birjaga o'sha 80 benzin qo'yilmayapti. Ya'ni zaxirasi tugagach, shu bilan savdo ham yakunlanadi. Benzin qo'yilmaydi deyapsiz. Voz kechishdan ko'ra uni sifatini yaxshilash yaxshi emasmi? Masalan, 80 benzinni sifatli qilib chiqarish, o'sha aytganingizdek, chiqariladigan zararli moddalarning miqdorini kamaytirish
yo'lidan ketib sifatli yoki qilgan yaxshi emasmidi? 92 rusumdagi benzinni Yo'q, 80 farqida lik narxiga tafovut tushirish. kattada narx navosida. 92 benzin degani 80 benzindan sifatliroq benzin degani. Endi bu uni ichida o'sha tarkibi bilan, kimik reaksiyalari bilan 80 dan 92 ga olib chiqiladi. Lekin narxi ham juda ham yuqori, shuni ham hisobga Mana olish masalan 80 benzin shunaqangi zararli moddalardan chiqsin degan joyi bormi? Baribir ishlab chiqargandan keyin u mahsulotni zarari deyarli o'zi asli bo'lmasligi kerak. Bu ham kichkina narxga sotilmaydi 80 ham. Shu narsani sifatli qilib chiqarishni hech kim 80 degan bu oktan soni. Oktan soni nimani belgilaydi? Oktan soni avtobenzinda dvigatelda, ichki yonuv dvigatelida bir me'yorda yonishini belgilaydi. Qancha oktan soni past bo'lsa, bu yonishi detonatsiya bilan boradi. Detonatsiya degani mikroportlash. Mikroportlaydi degani bu o'sha uglevodorodlar, benzin bu uglevodorod to'liq yonmaydi, ya'ni o'sha zararli moddalar ko'proq ajralib chiqadi degani. Biz qancha oktan sonini ko'tarsak, bu yonishi bir maromda bo'ladi va o'sha zararli moddalar chiqishi kamayadi. Inson salomatligiga foyda bo'lsin deb Nuriddin aka, Doniyor aka aytmoqchiki, 80 ga urgangan odam ertaga 92 markadagi benzinni olishga to'g'ri keladi-da, chunki 80 muomalada olinyapti. Narx navosida juda katta farq bor-da. Doniyor aka shuni aytmoqchi edim. Mana ko'pchilik haydovchilar, masalan, Qozog'istonga kirib chiqib yuradigan haydovchilar bo'lsa, qo'shni davlatga, ulardagi shu eng pastdagi, masalan, bizda 80, 92, 95, ulardagi ham eng pastligini ham bizlarnikidan narxi ham ancha past deyishadi. Lekin sifati juda ham zo'r. Men o'zim ham quyib ko'rdim olib kelishganda. Nega masalan ular shu narsani toza qilib ishlab chiqaryapti? Biznikida o'sha 80 mi endi pasagan kechamiz deb birdaniga 92 qimmatiga o'tib ketdik. Ularni ishlab chiqarish bilan bizani ishlab chiqarishda shunchalik farq kattami? Bu narsaning obyektiv sabablari bor. Qozog'iston i80 benzindan allaqachon voz kechgan, ular unutib bo'lgan 80 benzin degan narsa. O'zi dunyoda faqat shu Afg'oniston bilan bizdan tashqari hozir bugungi kunda Afg'oniston ham qabul qilmayapti. Voz kechib bo'ldi. Ularning ishlab chiqarishi yo'q, lekin importini ham taqiqlab qo'ygan 80 benzin. Endi Qozog'iston bilan agar biz solishtiradigan bo'lsak, Qozog'istonda juda ham katta o'sha neft zaxirasiga ega davlat. Ular 90 million tonnaga yaqin neft qazib chiqaradi va bir yilda 5 million tonna avtobenzin ishlab chiqaradi. Bizda O'zbekneftgaz ko'radigan bo'lsak, biz 1 million tonna avtobenzin ishlab chiqaramiz. Shunda ham biz neftni ma'lum bir qismini import qilamiz. Import qiladi degani bu tabiiyki qimmatroq bo'ladi. Narxlarning oshishi. Masalan, o'sha Qozog'istondan sotib olingan taqdirda ham bu dunyodagi kotirovka bilan sotadi. Bu degani o'sha import hisobiga biz Va menimcha o'sha benzinni qayta ishlash jarayoniga ham ko'p xarajat ketsa kerak. Shuning uchun ham narxlar o'z-o'zidan yuqori bo'ladi. Ya endi mana import qilinadigan benzinni transport xarajatlari bor, vagonda keladi, vagondan yana mashinaga quyiladi, mashinadan o'sha benzin quyish shoxobchasiga boradi. To'g'rimi? Mana shu xarajatlar benzin narxini oshishga xizmat qiladi. Metrologiya institutidan mutaxassis taklif qilganmiz. Mana shu iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda metrologiya institutini o'rni qanday? Qayerda seziladi mana shu institutning o'rni? O'zbekiston Milliy meteorologiya instituti respublikamizdagi o'sha barcha o'lchash vositalari, hozir keltirib o'tgan o'sha yonilg'i tarqatish shoxobchalarida, misol uchun bozor bo'lsin, u bozorda tarozilar bor, o'sha iste'molchilar huquqini himoya qilish uchun o'sha o'lchash vositalarini davriy qiyoslashdan o'tkazib, uni o'sha nazoratda ushlab turadi. Endi muddati bor-da, masalan, benzin quyish ustunlarini har 6 oyda o'tkazish belgilangan, to'g'rimi? Benzinni o'sha miqdorini aniqlash uskunasini ham yilda bir marta, to'g'rimi, sertifikat beriladi. Mana sertifikatlar tekshirib beriladimi? Tekshirib beriladi. Qanday tartibda beriladi? Mana misol uchun bizda Vazirlar Mahkamasining 528-qarorida o'sha o'lchash vositalarini qiyoslashdan o'sha o'tkazish chora-tadbirlar to'g'risida qarori bor. O'sha qarori 3-ilovasida aynan o'lchash vositalarini qiyoslash tartibi keltirib o'tilgan. U yerda batafsil ko'rsatilgan. Arizachi murojaat qiladi, bizning institutga tadbirkor murojaat qiladi. Uni biz murojaatini bir kun ish kunida ko'rib chiqamiz. Keyin uni ko'rib chiqqanimizdan keyin agar bizda o'sha o'lchash vositasini qiyoslash yoki attestatsiyadan o'tkazish imkonimiz bo'lsa, ular bilan shartnoma qilamiz. Imkoni bo'lmasa, agar imkonimiz bo'lmasa, biz ularga yozma ravishda sababini ko'rsatib xat chiqaramiz. U qayerga murojaat qiladi imkoni bo'lmagan holatda? Bizda o'sha E-meteorologiya elektron saytimiz bor. O'sha sayt orqali murojaat qilishadi. O'sha har bitta o'lchash vositasini me'yoriy hujjat yoki pasportlarini taqdim qilishadi.
ko'rib chiqamiz. o'sha o'lchash vositalarida muammo bo'lmaydimi? Mana masalan tadbirkor joyiga olib borib qo'ydi. Mana menga o'xshagan bir iste'molchi bor, buni tekshirmoqchi bo'lsa o'sha masalan, keling o'sha benzinni miqdorini. Hop. O'shanda bir muammo chiqmaydi. Yo'q, mana misol uchun o'sha hozir siz aytib o'tgan o'sha etalon namunaviy o'lchagich bizga murojaat qilgandan keyin bizga o'sha metrologiya sayt orqali shartnoma qilib, uni bizga olib kelib topshirishadi. Ijrochi bilan arizachi lekin bir-birini ko'rmaydi. U yerda o'zi o'sha o'lchash vositalarini qabul qilib qo'yish. Korrupsion holat yuz bermaydi demoqchisiz. Yo'q. Inson omili cheklangan. Yo'q. Hozir bitta videomiz bor Nozimaxon. Mana shu mavzu bo'yicha. Mana men iste'molchiman, mashinamda keldim, benzin quydirdim-da, lekin shuni sifati, miqdorini o'sha shoxobchani operatorigami yoki kassadagami bir tekshirib bering shuni deyishim mumkinmi? Deyishingiz mumkin, oldin moshinaga quymasdan olinadi. Men oldin miqdorini ko'ray deysiz. Xaridor sifatida bu buni olib boradi. Albatta unga sertifikatlari bo'lishi kerak. Mana bu hozir sertifikatlari bor. 13-noyabr 2024-yilda o'tkazilgan. Har bir yilda bir marta o'tkaziladi. Amal qilish muddati 13-noyabrgacha. 25-yil. Buni olib boradi, buni xaridorga ham ko'rsatadi. Mana biz sertifikatdan o'tgan deb o'sha yerda quyadi. Mana shu miqdorga chiqqanda ishonch hosil qilsangiz, shu miqdorni bakingizga quyib beradi. Kolonkalar ham go'stanatdan o'tadi, har 6 oyda o'tadi. Unga ham sertifikat beriladi. Mana hozir bunga kolonkada quyish jarayonini ko'ramiz. Sertifikati bor dedik. Yaroqlilik muddati mana 1 yilga beradi deyapmiz-da, lekin benzin oqib ketyapti-da bunga. Bu manimcha saniylardan qo'yib yuboryapti. Yo'liga. Demak, u sertifikatni shunday olganda menimcha tekshiruvdan o'tmasdan berganmi sertifikat? Ziyodulla aka. Bular hozir mana bizilsa remont qilmaydi, buni sraz metrologiya olib boradi. Buni manimcha sanligidan qo'yib yuboryapti, biz chiqishyapti, ichida resin ishlatishga srok bor, pullanbalangan. Buni remontiga bular borib ochib boshqa talab sertifikat olish kerak. Agar bizilib qolsa bu, mana oynasi sinib qolsa, boshqa bo'lsa, bular tuzatadi, yana sertifikatni o'tkazib keyin foydalanadi. Yaqin o'rtada foydalanilmaganda bundan, to'g'rimi? Namuna o'lchov uskunasini ham ko'rdik, muammoli, o'sha ya'ni benzin oqib ketyapti, bu yerda ko'proq quyilyapti. E'tibor bergan bo'lsak, o'sha Doniyor aka litri hali 10 litrga bormadi. Boyagi o'lchov uskunasidan benzin oqib chiqib ketyapti. O'sha uskuna ham o'lchov vositasi deylik, u ham yaroqsiz. Demak, iste'molchilar siz kabi o'z huquqlarini talab qilishmagan, ya'ni sinovdan o'tkazishmagan sotib olayotgan Qanday bu benzin. plombasi bor deyapmiz. Mana bu narsa borda hozir. Bu plomba bo'lgan bilan biz o'sha 528 da o'sha hamma tartibi ko'rsatib o'tilgan. Murojaatchi bizga murojaat qilgandan keyin biz bu namunaviy o'lchash vositasini olib qolamiz. 10 ish kunida tekshirib berishimiz kerak. Yo'q, qarang, G'ulom aka, bu yerda sertifikatini ko'rdik. Sertifikatiga bir 40 kun borda hali tugashiga. Sizga tushuntirib bermoqchiman. Men hozir o'sha namunaviy o'lchash vositasini bizga olib kelishgandan keyin biz olib qolamiz. Keyin o'sha o'zini me'yoriy hujjati bor. GOZ 8.400 degan me'yoriy hujjati bor. O'sha me'yoriy hujjatga asosan biz tekshiramiz. U yerda o'zini etaplari bor. Birinchi tashqi ko'rinishi, keyin uni sinab ko'rish, misol uchun suv quyib sinab ko'ramiz. Suv hech qayerdan oqmayotgan bo'lsa, keyin o'sha biz uni metrologik xossalarini tekshiramiz. Agar mabodo misol uchun shisha singan bo'lsa yoki suv quyganimizda chetlardan quyib yuborayotgan, oqizib yuborayotgan bo'lsa, qiyoslash ishlarini o'sha joyi o'zi to'xtatamiz. Ya bunga qanday izoh berasiz? Bu yerda misol uchun mana o'sha qarorda ham aytib o'tilgan, metrologiya ilmiy misol uchun Milliy metrologiya instituti ijrochi faqat qiyoslash davriga javob beradi. Davri tugamagan hali bu. Yo'q, qiyoslash davri degani misol uchun men o'sha qiyosladim. Qiyoslab bo'lgandan keyin tadbirkorga o'sha namunaviy o'lchash vositasini berib yubordim. O'sha berib yuborgunimcha bizni javobgar bo'ladi. Qolganiga kim javob beradi? Keyin kimga o'tadi bu vakolat? Tadbirkor o'zi javobgar bo'ladi. Yo'q, tadbirkor. Demak, tadbirkorning zimmasiga yuklanadimi shu? Ha, chunki bizda misol uchun olib chiqib ketgandan keyin u narsa nazoratini qila olmaymiz deyapsiz-da, to'g'rimi? Nazorat qila olmaymiz. U tushirib yuborishi mumkin, sindirib qo'yishi mumkin, qo'ldan tushib ketishi mumkin. Bunday olganda mendan ketguncha, egasiga yetguncha degan gapga bu uni yonlardan qo'yib yuborishini o'zi ham endi quyoshda ertaga kech turganimizda aytgandek saniylar qurib ketgan desa, endi quyoshda turmasa kerak. Bu narsa har bitta sohada qurilmalar ishlatiladi.
Bu masalan ishlatilgandan keyin u o'z-o'zidan ishdan chiqish holatlari bo'ladi. Bu ishlatilish jarayonlarida. Qandaydir texnik reglamentga rioya qilinmasdan urilish, boshqa qilish. O'sha holatda, mana bu holatda, ya'niki o'sha qurilma texnik jihatdan javob bermaydimi? O'sha holatni o'zida uzr, buni biz qaytadan hali muddati tugamagan bo'lsa-da topshiramiz. Navruz aka, nimaga muddat qo'yilgan bo'lmasa? 1 yil muddat Nimaga sertifikat beriladi? Nimaga sertifikat har berilyapti? bitta qurilmaga sertifikat beriladi. Masalan, aytilgan srokda beryapti. 5 yil beryaptimi, 3 yil beryaptimi? U 2 yil davomida ishdan chiqib qolishi mumkin. Uni qaytadan borib ya o'zgartiradi, yo bo'lmasa uni bekor qiladida boshqa qurilma olinadi. Chunki bu hamma qurilmaga ham 100%lik. Mana biz bordik, Ilhom aka, nima bo'ldi? Mana shu o'shaning ustidan chiqyapmiz-da. Mana shu holatda tadbirkor poslamani nima qildi? Ilhom aka, guvoh bo'ldingizmi? Olib bordimi yoki yana bir joyga Yo'q, o'sha yerda inspeksiyani mutaxassisi bor edi. Misol uchun o'sha qarorda ham qiyoslashni 5 xil usuli bor. Birlamchi qiyoslash, davriy qiyoslash, navbatdan tashqari qiyoslash, eksport qiyoslash, inspeksion qiyoslash. Misol uchun bularning hozirgi ko'rinishi bu navbatdan tashqari qiyoslash qilish kerak. Chunki misol uchun tadbirkor o'zi ham har kuni yoki har 2 kunda o'zini kolonka o'sha yong'inlar tarqatish usulini tekshirib turadi. Doniyor aka, qay darajada to'g'ri tadbirkorga yuklab qo'yishimiz? Qancha muddatga tekshirib turish kerak? Masalan, bular bormaganda hali muddat borku turaveradi-da agar. 40 kun bor Menimcha ekan. o'sha majburiy talab qo'yish kerakmi? Masalan, har kunda yoki har haftada. Menimcha bu tadbirkorning o'ziga bog'liq, borib tekshirtirib, nazoratdan o'tkazish. O'shani ham majburiy talab kiritish kerak emas. Mana sertifikatini qildik. Yo'q, quyayotgan benzinini ham misol uchun ob-havo o'zgarganda ham misol uchun yoqilg'i quyish dozasi misol uchun o'zgarishi mumkin. Sovuqda yoki isib ketsa dozasi o'zgarishi mumkin. Yo'q, tushundik uni. Uskunani ham bir saqlash tartibi bormi? Qayerga qo'yish kerak? Endi hozir avtobusga, ob-havoga bog'lasak, menimcha Doniyor aka Ko'rib ketgan edi-yu, o'zi asli bitta narsani tan olinglar. Da'vogar sud bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi dedi-yu, hech kim da'vo qilmagandan keyin borib tekshirmasa, to'g'risi hozir hamma shoshilib keladi, benzinni qudrat ketib, u 10 mingtadan bittasimi, 5 mingtadan bitta odammi tekshirishi mumkindir. Qani bir ko'raychi degan maqsadda. Lekin qayerda ko'ryapsizlarki, kimdir borib, doim bir to'g'ri qo'yyaptim deb tekshirib yurganini. Aksariyat holatda da'vogarlarning o'zi sus bo'ldi. Tadbirkor xohlaganini qiladi. Doniyor aka, bitta masala bor-da bu yerda. Mana benzin quyish shoxobchasini ustuni litr ko'rsatilyapti, narx ko'rsatilyapti. Litr hali 10 litrga yetgan emas. U idishdan toshib chiqib ketdi. Nimaga shunday? Aka, marhamat, siz inspeksiyadan. Kichkina bo'lib chiqadimi idishchi? 10 litr hech qachon orttirib qo'yib bermaydi. Bu yoqda idishda ta'sir ko'rsatilgan demayapti. Bu uskunani, ya'niki texnik yaroqsiz holatga kelgan. Bo'ldi. Yo'q, qarang-da, mana 10 litr quyilgan masalan. 9 litrga ozgina oshdi, toshib ketyapti benzin. To'lib qolgan, ya'ni to'lib qolgan deysiz. Marhamat Doniyor aka, sizga. Marhamat. Ular bartaraf etish uchun xalqimizni huquqiy ongi, keyin moliyaviy bilimini oshirishimiz lozim. Sababi agar o'sha joyida kamchilik bo'lsa, bartaraf etish uchun tegishli joyga murojaat qilish kerak. Ya murojaat qilmasa-chi? Mana murojaat qilmadi, mana shu holatda turibdi. Yo'q, albatta murojaat qiladi energiya inspeksiyaning ishonch raqamiga. Chunki energiya inspeksiya uni sifat va miqdor jihatdan nazorat qiladi. Uzr, gapingizni bo'ldim, Navruz aka, mana siz hamkasbimiz. Nima deb o'ylaysiz? O'z huquqini bilmagan iste'molchi u jabrdiydami yoki mas'uliyatsiz fuqaromi? Ko'pchilik iste'molchilarimiz bor. O'z energiya inspeksiyasining shoshish telefoniga ham telefon qiladi. Ya'niki odatda iste'molchilar ko'proq o'sha yoqilg'i quyish shoxobchalarida neft mahsulotining sifatini ustidan e'tiroz bildirishadi. Siz aytayotgandek, masalan, ko'p qo'ydi, kam qo'ydi degan narsa bu bor, yo'q emas, kamdan kam holatlarda. Lekin mana biz o'zimiz ham ijtimoiy tarmoqlarda e'lon beramiz, qanchadan qancha shoxobchalarda o'sha realizatsiya qilingan neft mahsulotini jarimaga tortamiz. Ya'ni o'sha 80 bilan 92 mi namunalar olinadi, laborator tahlildan o'tkaziladi. Biz masalan ko'pchilik iste'molchilar e'tiroz bildiradi ijtimoiy tarmoqlarda. O'tgan yil ham masalan aytishimiz mumkin, qishning sovuq kunlarida benzin ya'ni shoxobchalariga ko'p navbatlar ko'payib ketadi. Qo'lda ya'niki
bu ulardan o'tmagan oddiy neft mahsulotini sifati bo'yicha ko'rsatkichni oladida mana deydi. Yo'q, bu davlat standart talablariga javob bermaydi. Birinchidan, bitta neft mahsulotini aktan sonlarini hisoblab, uni aniq xulosa chiqarish uchun u laboratoriyadan qancha bosqichdan o'tkazib, tahlil qilib xulosasi chiqadi. Rahmat Navruz aka. Mana Azamat aka, qarang-da, bu yerda achinarli bir holat borda. Mana shu o'lchov, standart talablarga javob bermasligining oqibatida qancha odamlar bu yerda moddiy jihatdan zarar ko'radi. Chunki o'sha yerga kelgan odam pulini to'layapti, mahsulotga yetarlicha o'sha belgilangan narxda pulini to'layapti, lekin bunaqa holatlar iste'molchining huquqini poymol bo'lishiga olib kelmaydimi? Albatta, huquqini poymol bo'lishiga olib keladi. Yaqinda mana 24-yilda prezident farmoni chiqqan, 184-sonli. Agar iste'molchi o'zini huquqini bilsa, murojaat qilsa, nazorati energiya inspeksiyaga yuklatilgan. Abdurahmon aka, bundan tashqari mana tadbirkorlik huquqlari va qonuniy manfaatlarni himoya qiluvchi vakilni ogohlantirgan tarzda nazorat qilish belgilanganda reyd tadbirida. Biz tomonidan ham xuddi shunday. Agar bizga ham ishonch raqamimiz bor, o'shanga murojaat qilsa, biz ham o'sha Azamat aka, mana hozir sizni fikringizni eshitdik. Navruz aka gapirdi, G'ulom aka gapirdi, lekin hamma bir-biriga tashlayotgandek tuyulmayaptimi? Tadbirkorga, inspeksiyaga yechimini qayerdan topamiz? Ya'ni mas'uliyatdan qochayotgan. Yechimi qanday bo'ladi? Agarda har bir iste'molchimiz avvalambor u iste'molchining qonunchiligimizda ham aniq belgilangan maxsus bilimga ega emas. Ya'ni iste'molchi asosiy vazifasi nimadan bo'ladi? Iste'molchi biron bir mahsulotni xarid qilish uchun istagi bo'ladi. O'shani olish uchun mablag'ni to'laydi tadbirkorga. Mablag'ni to'lagandan keyin unga to'liq tushunarli, aniq ma'lumot berilishi kerak. Aniq sifatli mahsulot berilishi kerak. O'sha mahsulotni ishlatganligi yoki undan foydalanganga unga zarar yetishi kerak emas, uni bir masiga qilish kerak emas. Bu aniq belgilangan qonun bilan. Shu qonun doirasida hamma tadbirkorlik subyektimi, davlat organimi, boshqa tashkilot bo'ladimi, iste'molchini huquqlarini doimo ta'minlab kelinishi kerak. Agarda boyaga aytgan holatda, masalan, shu holatdan chiqib ketmagan bo'lsa, agarda haqiqatdan ham iste'molchiga kam miqdorda o'sha yoqilg'i mahsuloti quyib berilgan bo'lsa, bu narsani, ya'ni qanchadan beri davom etyapti. Albatta, baribir o'sha energiya inspeksiyani ishini men o'rgatishim to'g'ri taraf bo'lmaydi. Qanaqa bo'ladi? Agarda bunday holat aniqlanadigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri tekshiruv belgilanishi kerak. Tegishli tashkilotdan ruxsatni olib, mazkur tadbirkorlik subyektiga aqsid holida to'liq tushunarli bo'lgan tekshiruv qo'yiladi. Ya'ni bu qachondan beri davom etyapti? Qancha miqdorda iste'molchilardan zarar yetkazilgan, o'sha miqdordagi agarda aniqlanadigan bo'lsa, inspeksiyaning ham o'zining vakolati bor, o'sha boyagi nimada orqasidan tegishli bo'lgan ya'ni jarimalari qo'llaniladi. Mazkur jarimalar to'g'ridan-to'g'ri byudjetga tushadi. Shu bilan birga yana bir taklif qilib qolardimki, mazkur tekshiruvlar o'tib bo'lgandan keyin umumiy zarar miqdori aniqlangandan keyin o'sha zarar miqdorini iste'molchilarga qaytarish holatlarini ham ya'ni aytishimiz kerak bo'ladi. Unda bizni qo'mitamiz, ya'ni bu holatda bizga ham ma'lumot berilsa, haqiqatan tekshiruv o'tkazildi. Demak, siz ko'mak ko'rsatasiz. Albatta, birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Hozir bitta aytib ketay, iltimos. Bizda ya'ni o'sha 59-vazirlar mahkamasining qarori bor, ya'ni nazorat xaridi tadbirlarini o'tkazamiz va albatta bu inspeksiya bilan birgalikda standart va agentligi bilan birgalikda, ya'ni bizlar nima qilamiz? Hamma o'sha xalq iste'mol tovarlari bor, ya'ni bu oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladimi, yoqilg'i mahsuloti, ko'mir, temir, har xil mahsulotlarni, ya'ni xalq iste'mol mahsulotlarini xarid qilib, to'g'ridan-to'g'ri laboratoriyalarga beramiz. Masalan, bu yil 2025-yilda 618 ga yaqin mahsulotlarni laboratoriyadan o'tkazdik. 123 ta nomdagi tovarlar sifatsiz topildi. Ya'ni sifatsiz topgan tovarlar bo'yicha yetkazilgan zararlarni iste'molchilarimiz undirib beramiz. Vakolatimiz doirasida bo'lmagan mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, tegishli tashkilotlar. O'sha undirib berish masalasida alohida bir savolimiz bo'ladi. Navruzbek aka, mana shu holat bo'yicha qanday bir chora ko'rildi? Bu uskunalar hammasi bu yoqlarga yo'naltiriladi. Birdaniga, ya'niki o'sha xulosalarni olib, hujjatlariga ko'ra, agarda muddati yetmagan bo'lsa, almashtirish yo bo'lmasa undan voz kechiladi. Tadbirkorga chora ko'riladimi shunda? Albatta chora ko'riladi. Bunda 940-sonli qonunga asosan o'sha energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va samaradorligini yuzasidagi qonunda 43-moddasiga asosan agarda
o'sha neft mahsulotini o'sha sotgan qismini qancha sotilgan bo'lsa, masalan, kam quygan bo'lsa, o'shanni 50% miqdorida jarima qo'llaniladi tadbirkorga. tadbirkorga. Doniyor aka, mana shunday holatda endi o'ylayapmanki, iste'molchilar Nozimaxon balkim o'zlari hushyor bo'lib o'sha benzin quyish shoxobchasiga borib talab qilar, quyib Men bering, xuddi menga mana qancha shu- quyapsiz deb. Savolingizning davomi Shunday qilsa sal hushyor bo'larmidi tadbirkorlar? Savolingizning davomi sifatida Doniyor akaga shunday savol bermoqchi edim. Doniyor aka, xalq vakilisiz, baribir ularning nomidan takliflar bildirasiz. Balki ta'lim muassasalarida iste'molchi huquqi degan darslarni yo'lga qo'yish kerakdir. Qandaydir mana shunday takliflar bilan chiqqanmisiz o'zi umuman? Endi maktab endi tarbiya darslarida boshqa yoki sinf rahbarlari o'zini sinf soatlarida bu narsani shunchaki bolalarga tushuntirish ma'nosida Endi shunchaki so'zi bor-da bu yerda. tushunchalarni berib ketishga harakat qilishar balki. Endi bularni o'ziga bog'liq. Lekin biz xalq bilan ishlaganimizda har bitta mahallamizda Telegram kanallari bor. Masalan, men o'zim 4 ta mahalladan saylanganman, 4 ta mahallani ham o'zim Telegram kanalini ochganman. Bugungi kunda chiqayotgan har bir qonunchilikdagi yangiliklarni men masalan o'zim tashlab turaman. Qolaversa hozir admin botlar qilingan, mahalla respublika mahalla uyushmasi tomonidan 2-3 tadan botlari bor. Shu nima yangilik bo'ladigan bo'lsa, qonunchilikdagi yoki tizimdagi o'zgarishlarmi, ular shuni iltimos qilib admin qilishga kiritishgan. Respublika bo'yicha har bitta mahallamizda admin bor. Sharhlab ham borasizmi? Uni tashlash boshqa, sharhlab borish Albatta sharhlab boramiz. Endi ko'pchilik huquqini biladi, lekin oxirigacha surishib bormaydi-yu, talab qilmaydi. Masalan, mana kirishdan oldin birga aytib turdim, mahallalarda chiqindilar ortib ketishi bilan bog'liq muammolar menimcha deyarli hamma joyda bor. Endi o'sha doimiy ravishda puli to'lab boriladi, lekin haftada qonun bo'yicha haftada 2 marta kirish kerak emas, 1 martaga deyilgan rozi bo'lgan joylarda Kelmay qoladi. haftalab kirmagan joylar bor. Mana Ilhom o'zlari ham xabar aytib turadilar. Ularning ham muammolari bo'lishi mumkin. To'g'ri, endi tizimdagi katta bir muammo hozir kimnidir zarariga ishlayapti, lekin u yerdagi kichik bir rahbar o'sha butun boshli xalqqa oldida uyatli bo'lib qolgan. Rahmat Doniyor aka. Oddiy chiqindi bilan bog'liq bo'lgan holatda, lekin elektr energiyasida qanchadan qancha uzilishlar yoki o'chirib yoqishlar bo'lgan paytda qancha texnikalar kuyib ketyapti. Kim borib talab qildiki hozirgi kunda? Mana xolodilnikim kuyib qoldi yoki boshqa bir texnikam kuyib qoldi. Bu ham iste'molchining huquqini poymol oxirigacha bo'lishi. shu narsani surishib, jarimasini yoki bir to'lovini tovonini oladi. Rahmat Abdurahmon aka, mana yuqorida aytdik-ku, taklif sifatida o'sha iste'molchi borib balkim benzin quyish shoxobchalarida talab qilar. Albatta, iste'molchilarimizni Mana shu huquqlari haqida biroz ma'lumot berib ko'p o'ting. huquqlari mavjud. Ya'ni iste'molchi yuqorida ham aytdim, to'liq aniq tushunarli ma'lumot olish huquqiga ega. Ya'ni bu nima degani? Har bir iste'molchi o'zi olayotgan mahsulot to'g'risida o'sha sotayotgan tadbirkorlik subyekti bilan tegishli bo'lgan sertifikatlarini so'rash, tekshirib ko'rish, boyagidek olib chiqib haqiqatdan to'g'ri quyayotganligini qilish huquqlari mavjud. Lekin bizda bir andisha deymizmi, bir o'zbekona bir uyalish deymizmi? yoki vaqt qizg'anish. Yoki Yo'q, men xohlardimki, har bitta odam o'zi talab qilishi kerak-da. Kerak. Hozir bitta lavhamiz bor, shuni ko'raylik, keyin muhokamamizni davom ettiramiz. Marhamat. Benzin tarqatish shoxobchasidagi mana benzin quyish ustuni qachon tekshirilgan? Savolingizga bizda go'standat o'tadi 1 yilda 2 marta. Mana oxirgi o'tganim 1-avgust 8-oy 2025-yilda o'tgan. Bizga to'liq 10 litr benzin berilyaptimi? Mana shu quyilganda. Albatta berilyapti. Agar berilmasa hozir konkurensiya ham o'zi kuchli. Xalq ham kompyuter bo'lib ketgan mashina yoqishi bilan o'zi yetadi o'zi. Buncha qo'ydim. Mashinalar ham anaqa bo'lib ketdi-ku, kompyuter bo'lib ketdi. O'shancha hali muammo bo'lgan yo'q unaqa narsa. Benzinga aralashmalar qo'shilmaydimi? Bizda zavoddan nima kelsa, o'shani sotamiz. Benzinning sifati haqida gaplashyapmiz. Buni tekshiruvi baribir tadbirkorning muvaffaqiyati bilan bog'liqda. Agar sifatli benzin sotsa, bu tadbirkorning mijozi ham ko'p bo'ladi. Mana shu tekshirtirib turasizmi benzin? Mana shunaqa narsa hozir chassi firmalar ko'payib ketgan. Benzin olib kelishadi, yashirmayman. Mana buni ko'ring, bizlar bilan ishlang. Narxini qarasangiz arzonroq. Tushunasizmi? Uni men nima qilaman? Ibn-Sinolar mana shu tarafda laboratoriya hozir ko'chib ketishdi yoqqa. Olib boraman, mana shuni ko'rib beraylik, men firma rahbariman deyman. Familiya otim yozib berishadi, tekshirib berishadi uni. Men keyin pritsiynak 30 olaman. Yoqqanini olaman. Demak, asosan e'tiborni sifatga qaratasiz. Sifatga. 80 markali benzinni 92 deb sotyapti degan odamlarda shubha ham bor-da. Hozir kelgan 2 soat bo'ldimi? Bitta odam gapirdimi? Savdo bo'lyapti mana. Gapirmadimi? Demak, menda shubha yo'q. Misol uchun siz bitta o'sha maishiy texnika olsangiz, batafsil tanishib, ko'rib, nima qilishingiz mumkin. Lekin benzin xarid qilganingizda orqangizdan odam kutib turadi. U o'shandan ham xijolat bo'ladi.
Manimcha u ma'lumot berish qanaqadir optimal yo'llarni ishlab chiqish kerakmi? Bir QR kodmi yoki monitorda doimiy ravishda berib borish kerakmi benzin to'g'risida? Fikringizni qo'llab So'rashga hojat qolmasligi kerak demoqchiman. Mana bu yaxshi taklif bu. To'g'rimi Abdurahmon? Tortgan narsa hozir oxirgi gaplarga e'tibor berdim. Firmalar keladi, benzinni sifati tekshirtirgandan keyin arzonroq bo'lgandan keyin olaman deydi. Hozir benzinni birja orqali sotib olishga narsa bo'lsa, qanaqa bu tadbirkordan to'g'ridan-to'g'ri olish? Demak, shunday holatlar ham uchrab turar ekan. Agar birjaga qo'yilgan bo'lsa, u tadbirkor o'sha xaridiga, u arzon narxda qanaqa sotishi mumkin? O'zbekistonda sal oldinroqqa qaytadigan bo'lsam, avtobenzinga bo'lgan talab o'rtacha bir 2 million tonna avtobenzin sotiladi O'zbekistonda bir yilda. Endi undan tashqari yuqorida to'g'ri aytdingiz, gazda ham yuradigan, foydalanadigan avtomobillar bor. Bular siqilgan gaz va suyultirilgan gaz o'rtacha 1,5 million tonna avtobenzinni o'rnini qoplab beradi. Ya'ni bizda 3,5 million, 4 million tonnaga yaqin avtobenzinga o'zi talab bor aslida. 2 million tonnasi o'sha ayoqchilar orqali yetkazib berilayotgan bo'lsa, ishlab chiqariladigan qismi O'zbekistonda 1 million 200 ming, 1 million 300 ming tonnasi ishlab chiqariladi. O'sha yuqorida aytib o'tgan 3386-qarorga asosan O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtobenzinning hammasi birjada, faqatgina birjada sotilishi kerak. Undan tashqari o'sha qolgan qismi qayerdan kelyapti deganda, yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, bu import bo'layotgan qismi ham bor. Bu importdan olib kelayotgan tadbirkorlar o'zlari saqlab, o'zlari o'sha demak, xususiy tadbirkorlar yetkazish imkoniyati mavjud. Nuriddin aka bu kishi yaxshi taklif berdi-da. O'sha boyagi iste'molchilarning huquqini himoya qilish masalasida. Shuni yo'lga qo'yish mumkinmi yo'qmi? Biz iste'molchilarimiz ham o'zini huquqini talab qilishni o'rganish kerak, yaxshiroq o'rganish kerak. Chunki yuqorida endi bu muammoga qanday yondashamiz, kim javob beradi degan narsaga meni fikrim hamma o'zini ishini yaxshi qilish kerak. Masalan, biz ishlab chiqaruvchi sifatida sifatli mahsulotni ishlab chiqarib berishimiz kerak va birjadan sotilgandan keyin bu o'sha boradigan bazalarga boradi, undan keyin ayoqchilarga bor, shoxobchalardan keyin sotilishi kerak. Shoxobchada sotilayotganda uni sifati bir nechta bosqichdan o'tgandan keyin buzilishi mumkin. Buni tekshiradigan organlar bor. Ular o'sha tekshiruvda o'zini shu tekshiruvlarni yaxshi uddalash kerak-da, amalga oshirish kerak. Undan tashqari tekshirayotganda o'sha laboratoriyada priborlar bor deymiz, o'sha siz o'zingiz ko'rgan uskunalar bor, uskunalarda sifatini tekshiradigan organlar bor. Ular o'zini demak, hammasi bir-biriga uzviy bog'liq. Hammasi bir-biriga uzviy bog'liq. Hamma o'sha o'zining ishini nima deydi? Istihqidildan bajariladigan bo'lsa, bu hammasi muammolar yechiladi, lekin iste'molchi o'zini huquqini baribir talab qilish kerak. Masalan, oxirgi marta biz qachon eshitganmiz? Bir qanaqadir kollektivniy isk deyiladi, bir g'arb davlatlarida 100 millionlab jamoatchilik nazorati 100 millionlab dollar o'sha sudda yutib olgan shunaqa nimalar bor, shu holatlar bor. Bizda oxirgi marta sudda bir 10 ta iste'molchi jamoatchi murojaati demoqchilar. Kompaniyadan shuncha sudda yutib oldi degan narsa, masalan, men oxirgi marta eslolmayman unaqa narsani. Balki shu narsani berish kerak. To'g'risi, odamlarni bugun kundalik tashvishlari juda ham ko'pda. Endi faqatgina bitta benzinning muammosidan ketdan yurish emas. Aslida iste'molchi har doim haq. Chunki uni huquqlarini poymol qilish mumkin emas qonunchilikda. Tadbirkormi, u firma egasi bo'ladimi, MCJmi, katta bir korporatsiya egasimi, ma'lumda sotayotgan narsasiga. U baribir iste'molchining huquqini poymol qilmagan holatda faoliyat yuritishga majbur aslida. Endi qonunchilikka rioya qilib buzgandan keyin, mayli kimdir uni qonun tiklash uchun yillar davomida kelib yuradi, sudma-sud yurgan iste'molchilar kammi hozir? Aslida qonunchilik bo'yicha hech kimga haqqi yo'q iste'molchining huquqini buzishga aslida. Juda to'g'ri, haqqi yo'q, lekin o'sha haqqni masalan talab qilib chora bo'lish kerak, qanaqadir jarimalar emas, balki uni butkul shunday faoliyat bilan shug'ullanishdan mahrum qilinadigan bo'lsa, o'z-o'zidan tuzuk bo'lib ketadi hamma. O'sha tadbirkorning faoliyatini to'xtatishgacha bo'lgan jarima bo'lishi mumkin bu narsa. Mana bitta misol aytaman. Bizga masalan ko'plab murojaatlar keladi. Ya'niki o'sha avtobenzin sifati yaxshi emas, boshqa bu murojaat qilishadi. Telefon orqali, ijtimoiy tarmoq orqali. Xo'p, qani o'sha yoqilib qo'yish shoxobchasidan 1 kun o'tib ketgan, 2 kun o'tib ketgan. Cheking qani? Cheki ham yo'q. Birinchi navbatda iste'molchilarda iste'mol madaniyati to'liq shakllanishi kerak. Ya'niki o'sha yerda tovar xarid qildimi, uni cheki, vaqti boshqa. Ertaga bu qayergadir murojaat qilganda, u yoqilib qo'yish shoxobcha borsa, men tanimayman, kuniga nechta yo'q, demoqchi bo'lganim iste'molchi to'liq shakllanishi kerak. Tiklash uchun qayergadir murojaat qilishi shart emas. Tadbirkorning o'zi insofli bo'lsin degan gap aytamiz. Tadbirkor to'g'ri ishlasin. Ya'ni hojat qolmasin demoqchisiz. Hojat qolmasin. Tadbirkor chek berishi mumkin. Masalan, kassada o'tirgan odam chekingizni oling,
yoki qaytimini oling degan takliflarni qilish kerakda, to'g'rimi Doniyor aka? Har bir tadbirkorlik subyekti mahsulot sotganidan keyin unga maxsus kassa chekini beradi, tovar chekini beradi. Agarda bir kafolatlangan tovar bo'lsa, o'shani to'g'ri rasmiylashtirilgan kafolat talonini beradi. O'shalarni hammasini bitta qilib iste'molchini qo'liga tutqizish shart. Lekin hamma tadbirkor ham vijdonan ishlamaydi. Endi har bir Qo'shimcha o'sha vijdonan ishlamagan tadbirkor bir marta jarimaga solinadigan bo'lsa, mana eshiting, mana bular metr o'sha qolgan benzinimi, sotilgan benzinning hisobidan katta miqdordagi jarima solinadi. Bu shu ishni qilib yuribdimi, bir marta jarimaga tushdi. Endi u tushgan kasod bo'ldi deydi, qanchadir qism zarar ko'rdimi, buni qoplash uchun baribir shu ishni qilaveradi. Tadbirkor o'zi insofli bo'lmaydigan bo'lsa, uni qayta sudga berish bilan yoki tekshirgan bilan foydasi bo'lmay qoladi. Qanday chora taklif etasiz? Tadbirkor o'zi insofli bo'lsin, hech bo'lsa Xudodan qo'rqsin, bandasidan qo'rqmasa ham. Bu ishga qonunan javobgarlik borligini his qilib ishlasin. Yevropada kerak bo'lsa, bizda aholi soni ham ko'p, bunaqa munosabatlar ham ko'p, lekin bunga yechim qilingan. Nimaga? Jamoat birlashmalari juda ko'p. Bizda faqatgina o'sha vakolatli organdan tashqari iste'molchi huquqlarini himoya qilish federatsiyasi bor. O'sha iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonunda belgilanganki, iste'molchi huquqlarini himoya qilishda jamoat birlashmalarini tuzish mumkin deyilgan. Ya'ni misol uchun tajriba almashinuvida Germaniya, Janubiy Koreyada bizning hamkasb bor o'rgangan. O'tgan 30 mingta bizga murojaat kelib tushgan bo'lsa, ularda 150 ming, 200 mingta murojaat kelgan. Lekin bu qanaqa hal qilinadi? Jamoat birlashmalari 100 dan ortiq adashmasam. Jamoat birlashmalari bizda ham tashkil bo'lsa, u har qanday ko'rinishda, misol uchun Telegram kanal yoki olinadi demoqchisiz. Yaqinda bir yigit olib chiqdi o'sha isroga o'tgan bo'yicha har qanaqa ko'rinishda o'shani ko'paytirish kerakki. Lekin ana shu yigit ko'rinmay qolgani haqida ham katta rahmat. Mana taklifingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki jismoniy ulgurish imkoni yo'qdi, chunki xodimlar soni cheklangan, holat juda ko'p, keraksa millionlab holat. Katta rahmat. Uni birlashma aytsam bo'ladi, endi balkim kim qiladi, kimga yoqadi bilmayman-ku, har bir o'sha tadbirkorlik subyekti bor joyda. Mana benzinni olaylik, hech bo'lmasa, shu benzin qaysi bir mahallaning hududida joylashganmi? Hech bo'lmasa shu mahallaning jamoatchilik nazorati bor o'zini. Mahalla raisi agar haqiqatan faol tashabbuskor bo'lsa, o'zini atrofiga o'sha bir so'zini o'tkaza oladigan nuroniylarni yig'ib olgan bo'lsa, shularni o'zi ham mayli kimdir shikoyat emas, tekshirish ma'nosida borib. Doniyor aka, sizning hududingizda bormi ayoqish? Siz o'sha xalq nomidan, mahalladagi fuqarolar nomidan mana shunday tashabbusni ilgari sura olasizmi? So'rashi mumkin, lekin hali bir shikoyat kelmagan. O'sha gaz quyish shoxobchalari ham bor, bir nechta va men aytmoqchimanki, biz o'zimiz mana shunday holatlarga ko'z yumib sukut saqlasak, biz ham qaysidir ma'noda huquqbuzar bo'lib qolmaymizmi demoqchiman-da. Albatta bo'lib qoladi. Baribir shuning uchun bular to'g'ri taklif. Boshida men o'zim shu gapimni ushlab turdim. Baribir jamoatchilik nazorati kerak ekan bugungi kunda degan gap aytaman dedim. Bularni o'zlari boshlarida davom ettirishdi. Statistikani keltirmoqchiman, gapingizni oldim. Ana bitta oddiy mana yaqinda bir statistika qo'mitasi tomonidan har bitta nimani, ya'ni xatlov bo'ladi. O'shanda aniq O'zbekistonimizda nechta aholimiz borligi aniqlanadi. Aytaylik, bugungi kunda 38 million aholimiz bor. O'rta hisobda ertalab o'rnimizdan turib o'qishga, ishga yoki boshqa bir ish bilan ko'chaga chiqamiz. Kuniga o'rta hisobda 4 ta yoki 5 ta sotib olamiz, sotamiz, iste'molchi munosabatga kirishamiz. O'rta hisobda olsa 200 milliondan ortiq munosabat bo'ladi. Buni baribir xohlaymizmi yo'qmi, davlat organini ham boshqa bir holatlar ham qamrab olib bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan har bir iste'molchi avvalambor o'zi hushyor bo'lsin. Shunda bilan birga bunga agarda o'zini huquqlarini bilmaydigan bo'lsa, davlat organlariga murojaat qilishi, nima qilishni yaxshi ko'radi. Katta rahmat, ijodiy guruhimiz nomidan ko'rsatuvda ishtirok etganlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Xulosa shuki, har birimiz hushyor bo'lishimiz, har birimiz o'zimizni huquqimizni talab qilishimiz, qaysi savdo nuqtasiga bormaylik, o'sha chekni talab qilib olishimiz, agar bermaydigan bo'lsa, aslida berish kerak ekan, tadbirkor o'zini zimmasida ekan, mana shunday faol bo'lishimizgina o'zimizning huquqlarimiz poymol bo'lmasligini oldini oladi deb o'ylayman. To'g'rimi Nozim? Juda ham to'g'ri. Mas'ul idoralar o'z ishini sidqidildan bajarsin, tadbirkor halol ishlasin, iste'molchi esa sukut saqlamasin, chunki sukut rozilik emas, ya'ni o'z huquqlarini bilmaslikdir xolos. Qadrli yurtdoshlar, munosabat ko'rsatuvini keyingi sonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.